o'tirishingizni qarang. Kelinga o'xshaysiz. Boring qarab keling, kelinmisiz, kuyovmisiz, oynaga qarab keling. Nega borasiz? To'xtang. Nega borasiz oynaga? Artist göstöz. Menmi boshqami aytaveradi. Kelinmisiz, kuyovmisiz, boring oynaga qarab keling desam, nimaga turib borasiz? Sizga oyna belgilab beradimi kelin kuyovligingizni? Ikkilandingizmi? Yo bilmaysizmi kimligingizni? Yoshingiz nechida? 20 yoshda. O'tiring. Shunday o'tirgan joyingizda erkakman deng, oqlamang o'zingizda. Men erkakman. Endi uring, ichingizdan portlang, deb tufuring, mana tufurib, mana qilganingizdan keyin o'chadi, xunuk bo'lib ketdim o'sha men ham tufuraverib. O'lik bo'lsangiz chiqmaydi shu tufurgichingiz ham. Mana bu yonib turgan shamni o'chirish uchun nima qilamiz? Nafas olib o'chiramiz. Gapirmasdan qilib bering. O'chiring, jahl qo'shing. Qayerga uflayapsiz? Sog'am do'stos. Nishonni olib uring o'sha yerga. Qayerga uflayapsiz siz? O'tirishingizni o'zgartiring. O'zgartiring o'tirishingizni. O'chiring. Qarang, yoningizda ikkita ayol o'tiribdi. Shunday olib kerak bo'lsa, nafasingiz bilan o'chira olmayotgan bo'lsangiz, ichingizdagi mana bo'rini kamsitmaslik uchun mana bunday qilib o'chiring, mana bunday qilib o'chiring. O'ldimmi men? Mana hech narsa yo'q. Zato men ichimdagi bo'rini xo'rlanishiga va kamsitilishiga yo'l qo'ymadim. Pirpirlamang menga. Kir bo'ldi. Uni boraman 2 daqiqada yuvaman va joyiga keladi. Lekin men ichidagi narsa joyiga kelmaydi. Kulgiga qolasiz. Endi oyoqqa artib yana ustingizga puh qiladi. Uflaganingizda chiqmayaptimi? Shunday qilib tashlang. Boshidan qilasiz. Yoqib bering.